Minecraft, lekin nima chizsam ham qo'limda paydo bo'ladi. Bugungi Minecraftda men xohlagan narsamni chiza olaman va ularning hammasi haqiqatga aylanadi. Nima chizishimdan qat'iy nazar. Lekin shunchaki ajdarni o'ldirish o'rniga mana buni chizsak-chi? Buni bilishning yagona yo'li bor. Videoni oxirigacha ko'rish va yana kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Axir biz O'zbekistondagi 1-million obunachili Minecraft kanal bo'lishimiz kerak. 70% odamlar obunasiz ko'rishini hisobga olsak, bu sizlar uchun muammo bo'lmaydi. O'tgan safar ham mana shu avanpostda paydo bo'lganligi esingda bo'lsa. Ha, to'g'ri, bu avanpost bizni ta'qib qilyapti. Shuning uchun ham o'tgan safargidek birinchisiga avanpostni yo'q qiladigan narsa chizishimiz kerak. Ana bu yerda sandiq ko'ryapman, tushamiz. Reyderlar tepadan hujumni aniq kutishmayapti. Voy, kutishyapti ekan, bo'lyapti. Bu yaramaslar endi bizning oldimizga chiqisha olmaydi. Ajoyib. Endi mana bu daraxtni cho'psak ancha osonroq bo'ladi. Sandiqda esa qandaydir xarita bor. Bu nimaniki bo'lishi mumkin? Yana qanaqa xarita? Men ochganda yo'q edi-ku. Nega men sandiqni ochsam umuman boshqa narsalar? Bilmadim nega, rostdan ham nega bunday bo'lishi mumkin? Qara, menga daraja idishchasi bor ekan. Bilasanmi nima? Nima? Menimcha birinchi san'at asarini chizish vaqti yetib kelganga o'xshaydi. Shu o'zi, nimani kutyapmiz bu yerdan beri hayronman. Tezlashsak bo'lmaydi, pachoq. Hozir chizib tashlayman-da. Blasterga nima deysan mana shu reyderlarning qalasini parchalash uchun? Yaxshi o'yin, lekin seni blastering paypoqqa o'xshab qoladi. Bo'ldi, o'zingni o'chirib tur. Hozir senga ko'rsataman blaster qanaqa bo'lishini. Mana qanaqa bo'ladi blaster. Mayli, o'zi u yoqdan zax o'tayotdi, paypoqqa ham qarshi emasman. Paypoqmish. 3 gacha sanab inventarni ochamiz. 3. Mana blaster. Aytganimdek blaster hech qanaqa paypoq emas. Qara, bir xil emasmi men chizganim bilan? Paypoq bu. Robotlarniki. Mayli shunaqa bo'la qolsin, lekin hozir ko'rasan bu robotlarning paypog'i nimalarga qodir ekanligini. Seningcha paypoq mana bunday qila oladimi? Zamonaviy paypoq bu. Robotlarniki. Yo'q, bu blaster 5600 bo'ladi. Tushunding? Parchalaymiz hamma yerni. Mana sanlarga. Avanpostlar ham hozir yer yuzidan surilib ketadi. Ha, bu spurgimidi? Yo'q. Nima bo'lsa blaster emas-da. Bu yerda rangini ham o'zgartirsa bo'lar ekan. Paypoqnimi? Asab to'lalarim kam qolganini his qilyapman. Buni ham ishlash masofasi bor ekan, lanati. O'marib keldi. Menga afsus, bu blaster jon olmas ekan. Mayli, bundan ham zo'rrog'ini chizamiz hali. Sen esa reyder o'sha yerda o'tira qol, maylimi? Bu paypoq juda ham chiroyli parchalar ekan. Qara, bo'lyapti. Agar bu yerda yuraversak, ajdar o'z-o'zidan mag'lub bo'lmaydi. Nega kirkaysan? Menga kerak emas u. Chuqurligini, pastda ko'p bola maxluqlar bo'lsa kerak, tushmaymizmi? Aqldan o'zdingmi? Hech narsamiz yo'q-ku, ular bizni o'ldirib tashlaydi. Maxluqchalar, kuchayamizda qaytib kelib patilarni yulamiz, tushundinglarmi? Blasterning foydasini qara, 5 ta temir kovladi. Yesa u yerda paypog'i bilan o'ynab urguncha turab tushdi, qo'ylarni chop. Yotoq yasashga yetadigan to'pladi. Sarimsoq piyoz, yeyotganing esa piyoz. Juda kulgili. O'zi buni qayerdan olding? Yovvoyi piyoz bu. O'lib ketmasimizdan tezroq uxlab yuborish kerak. Bu yana nima bo'ldi? Menga bo'ri yopishyapti. Bo'ri odam. Qoch, qoningni so'rib oladi. Undan qochib qutula olmaydiganga o'xshayman. Surish kerak. Voy lanati, yo'qol. Hozir mana bo'ldi. Men xavfsizlikdaman. O'zimni ham ko'rmayapman-ku. Va nihoyatini o'tkazib yuborsam bo'ladi. Esingda bo'lsa, bu avanpostdan xarita topgandik. Balki o'sha yerga borarmiz. To'xta, o'shlikda o'ylamiz-ku hozir ovqat chizoldi. Sen mutlaq haqsan. Bu videoda bizga berilgan super qobiliyatni maksimum ishlatishimiz kerak. Shuning uchun bilasanmi, men hozir nima chizaman? Hozircha muddati o'tgan pizzaga o'xshab ko'rinyapti. Menimcha ham dahshatli ko'rinyapti. Boshqatdan chizaman. Men o'zi umuman olganda burger chizmoqchi edim, lekin hozircha unchalik o'xshamayapti. Mayli, yaxshiroq harakat qilib ko'rish kerak. Mana shunday, bu esa undagi kunjutlar bo'ladi, yaxshi. Albatta bizning burgerda ko'katlar bo'ladi, ajoyib. Albatta go'shtni ham unutmaymiz, usiz qanday. Aytgancha, bu oddiy burger emas. Cheeseburger bo'ladi. Hozir ko'rasizlar. Mana shunday, faqat oshirib yubormaslik kerak pishloq bilan. Shunda ta'mi takrorlanmas bo'ladi. Menimcha men tugatdim. Bu burgerga qarang, san'at asari. 128 ta cheeseburger bizga yetib qolishi kerak. Albatta, yetmasa yana chizamiz. Muammomi? Qani, bosdik? Ko'zim ketib qopti. Tugatdingmi? Va nihoyat tushdi. Muhimi cheeseburgerlar bor. Ajoyib. Hattoki chizgan no'xatchalarim ham bor shekilli. Pachog'ini, kepchukni unutibsan-ku, quruq bo'lib qopti.
Menimcha esa yaxshi, yana juda ham to'yimli ekan. Bu cheeseburgerlar bizga hattoki ajdarni o'ldirguncha ham yetsa kerak. Endi xarita bo'ylab qochdik. To'g'ri aytasan. To'xta, aytgancha men non yasashim mumkin. Nega kerak ekan? Bir narsani sezib qoldim. Har xil ovqat yesangiz qo'shimcha jon qo'shilar ekan. Rostdan ham endi topgan hamma narsadan tatib ko'rish kerak. Umuman olganda xarita ko'rsatayotgan joy uzoqda emas. Surdik bo'lmasa. Yo, muzlatarkan. La'nati, qarama-qarshi tarafga ketibmiz. Orqaga. Xaritadagi qishloq ekan-ku. Xo'sh, nega keldik bu yerga? Hech bo'lmasa ozgina temirli bo'lamiz. Nega shunchaki chizmaymiz? Sababi oddiy, rasm chizish uskunasi sinib ketadi shunchaki. Shuning uchun ham kel, mana shu olmoslarni blaster orqali kavlab tashlaymiz. Yana bu juda ham maroqli. Mayli, parchalaymiz. Kel, bo'lmasa jetpack yasaylik, oddiy narsa emas-ku, uchib yuramiz. Yoki bir oxir uchish narsasi. Bu taklifing menga yoqdi. Jetpack dedingmi, hozir chizib tashlaymiz-da. Xo'sh, jetpack o'zi qanday ko'rinishi kerak? Taxminan mana bundaymi? Bilmadim. Menimcha nimadir jetpackga o'xshashni boshladi. Faqat bunga sal endi ishlov berib yuborish kerak. Hozircha qo'rqinchli. Tayyor, menimcha jetpackga endi o'xshadi. Oltin jetpacklar, faqat endi chekkasiga 2 deb yozish kerak. Jetpackni chizish ham qiyin bo'ladi shekilli. Menimcha bo'ldi. Tayyor. Buni qiyshiq-ku. Xo'sh, jetpack bormi? 1 2 3. Qani jetpack? Wow, mana jetpack. Deyarli chizganim bilan bir xil. Faqat tekisroq. Endi esa uni tekshirib ko'ramiz. To'xtanglar, bu yana nima? Aslaha o'rnini ham bosadimi? Tekshirib ko'ramiz, qarovul. Aftidan olmos aslahadan ham yaxshiga o'xshaydi. Ko'rding, men aytdim-da buni chizish kerak deb. Bilaman-da nimani chizishni. Qo'yaku sendan chiqdi, lekin buni men chizdim-ku. Mendek odam qo'yib berganda bu ham yaxshi. Enga emas, mendan kel, savunayman seni. Sen chizganingni bilasanmi nima olardik? Bir to'da temir olgan bo'lardik. Nima? Mona Lisani bilasanmi? Bilasanmi? Ha, bilaman. Yaxshi bilsang, to'xta o'ylayapman. Menimcha bu matoqda qanday uchishga tushunganga o'xshayman. Buni o'qilay bo'lmasa, Sal o'rganib olish kerak, keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Faqat men negadir pasay olmayapman. menda esa hammasi soatda ishlayapti. Menda ham soatdek, faqat buzilgan. Nima? Bu xulamda bedrock tekis ekan. Qulayda, shunaqasi qulay. Hozir nima qidiryapmiz? Obsidian va yana olmoslarga ham yo'q demasdim. Shuning uchun bir qavat teparoqdan kovlash kerak. Bu jetpackni ham, payponni ham energiyasi tugar ekan. Energiyasi juda ham ko'p-ku. Wow, olmos topdim. Xo'sh, nechta ekan? Qani ko'raylikchi 4 ta. Men esa bu yerda lava topdim. Nezerga surib olamiz. Faqat bu blastering buncha sekin sindiradi obsidianni. O'zing aytyapsan-ku obsidian deb. Umuman olganda juda ham tez sindiryapti. O, obsidianni olish kerak. Qani obsidian? O'ylanib, men yondim. O, buchalar tez. Meni blasterim suvni, muz, lavani obsidian qilib olyapti. Seniki esa yo'q. Ha, menga Xitoyniki tushgan shekilli. Bilasanmi nima? Bizning inventarimizda joy tugadi. Shuning uchun hoziroq yuk xaltasi chizishni maslahat beraman. Men pechga deyapman buni. Ha, menimcha esa ko'proq Among Us personajiga o'xshayapti. G'irt o'zi. Lekin men umid qilamanki Minecraft bunlar ryukzakligini tushunib yetadi. Yana mana bu yerga 2 deb yozsak, tayyor menimcha bo'ldi. Xo'sh qiziq, buni Minecraft tushunarmikin? Uzoqdan qarasa o'xshayapti. Kel unda Minecraftni uzoqdan ko'ribdimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. 1 2 3. Wow, mana sumka. Xuddi men chizganday desam yolg'on bo'ladi, ancha yaxshiroq. Ichiga esa juda ham ko'p narsalar sig'adi. Ajoyib. Buncha chizgan narsangni maqtayverasan, ryukzakda reklamasiga o'xshab qolyapti gaplaring. Pul to'lashmagan axir, reklama qilma. Olmos ham rosa to'planibdi-ku. Kel o'zimizga olmosdan narsalar yasaymiz. Qo'shimcha himoya bo'ladi. Aytgancha yana bitta, aynan shu kerak edi, rahmat. Men bilaman, men hamma narsani bilaman. Endi esa Nezerga otlanish vaqti yetib keldi. Obsidian ham bor. Bu yana qanaqa uchar orolcha bo'ldi bu yerda? Bilmadim, nega ko'k? Menda bitta ajoyib g'oyib paydo bo'ldi. Ey, mana shu ustiga turib olay. Xo'p, kel mana shu yerda portlatib yuboramiz. Buning uchun esa super dinamit chizasan. Aynan. Shunday qudratli dinamit chizayki, bu oroldan hech narsa qolmasin. Xafa bo'lmagin, lekin bu ko'proq qovurga o'xshayapti. Shunki oxirgacha bitirganim yo'q edi. Endi haqiqiy yashin dinamitiga aylandi. Xo'sh, Minecraft buni tushuna olibdimi? Mana senga bo'lmasam. Xuddi men chizganimdek. Xo'sh, dinamitjon hozir nimalarga qodir ekanligini tekshirib ko'ramiz. Menimcha bu oroldan asal ham qolmaydi.
negadir hech narsa bo'lmadimi yoki hamma yer qotib qolganmi? Yana Xitoyniki shekilli. O'zi bu xitoyliklar bosib olyapti bizni. Ha, nima bo'lganda ham dinamit juda ham kuchsiz chiqib qoldi. Hech qisi yo'q, yarimtagina jonim qoldi. Bitta qo'shimcha joning bo'lmasa o'lib ketarding. Nima bo'lganda ham bizni yana bitta dinamit chizishdan kim to'xtata oladi? To'g'rimi? Bu safar qora ranglisi. Bunisi aniq dunyoni ham yarmini olib ketish kerak o'zi bilan. To'g'rimi? O, mana dinamit ham. Qani tez-tez portlatchi ko'raylik nimalarga qo'ndir ekan. Ha, albatta umid qilamanki bu safar aniq kuchliroq bo'ladi. Xo'sh, dinamitni qo'yamiz va uni hoziroq yoqamiz. Surdik endi bu yerdan balki bu safar o'lib ham ketarmiz biz qo'shib. Wow! Portladi. Lekin obbo, suvni deb oxirigacha portlata olmaganga o'xshaydi. Sen o'rol meni jonimga tegding. Dinamit chizishni ham bilmaysan-da, dumbulvoy. Nezerga otlanish vaqti yetib keldi. Xo'sh, menimcha nezerga otlanish vaqti yetib kelganga o'xshaydi. Pip, Barakalla. pip, Sen jonga tegishni boshlading. pip. Yetar, ajdar bizni kutib qoldi. Mayli, ketdik. Xayolingni ham keltirma. Oho, nezer ham o'zgarib ketibdi-ku. Ha, endi qizil qalamni topish yanada qiyinlashsa kerak. Yoki Kreativga o'tib chetlarni ishlatamiz. aqldan oz deyman, qanaqa chetlar? Agar rasm chizish orqali topsakchi. Sen buni o'z miyangda qanday tasavvur qilyapsan? Hozircha hech qanday, lekin balki kompas yasasakchi. Kompas qanday yordam beradi? Oddiysini emas. Qanaqasini? Bizga strukturalarni topib bera oladigan kompas yasash kerak. Yaxshi qo'ya, derdim-u, demayman. Ha, sen o'zgarmaysan, lekin mana bu kompasga qara. Faqat bu ajralib turishi uchun oddiy kompaslardan mana bunday shoxchalar qo'yish kerakmi, bilmayman. Menimcha yaxshi chiqyapti. Umid qilamanki Minecraft tushunadi. Kompas paydo bo'ldi, lekin u ko'rsata olarmikin bizga kerakli joyni? Senga ham mening rasm chizish qobiliyatim yomonlashayotgandekmi? Aynan, u hech qachon yaxshi ham emasdi. Bu yerda esa menimcha rostdan ham ishlayotganga o'xshaydi. Fortress 600 blok uzoqlikda. Minecraft buni qanday tushundi, hayronman. Piramidami? To'xta, sandiqni ochib ko'rma, tagida dinamit bor ekan. Salqon suv uchib ketardik osmonlarga. Yetib keldikmi debman. Bu yana qanday kitob bo'ldi? Savollar qolmadi. Men bu yoshroq kitobni sandiqdan olmagandim. 1 hour later. Mana, topdim. Meniki kuchliroq, tushunding? Bitib qoldi. Aytgancha, arbalet. Menimcha yetib kelganga o'xshaymiz. Bu olovni dastidan o'zimni ham ko'ra olmayapman-ku, qanday dahshat. Ozgina gamburger yeb bo'laydi. Yangi kitobchani ham tekshirib ko'ramiz. Ajoyib. Mana bu olovli tayoqchani qayerga qo'yay deb bosh qotirib yotibman. Axir menda ryukzak bor-ku, hammasini shu yerga solsam bo'lmaydimi? Esdan chiqibdi. Menga yordam bersang-chi, buni o'zim qilaman bu hammasini. Arti, falokat. Biz shuncha paytdan beri olmos qilishlar bilan jang qilyapmiz. Qanday sharmandachilik. To'g'ri, hoziroq bir zarbasi bilan dunyoni yarmini yo'q qiladigan qilich yasash kerak. Hozircha tovaga o'xshayapti, lekin yaxshilayman hozir. Agar mana bundayroq qilsak, endi salpal qurolga o'xshayapti shekilli, ha? Boya aytganimdek borgan sari rasvoroq chizyapman menimcha. Xo'sh, endi tekshirib ko'ramiz, bizga berishdimi yo'qmi? Qani? Wow, men chizganimga nimadir o'xshaydi, lekin baribir men chizgandek emas. Men rasvo chizar ekanman xullas. Ha, bu sir emas-ku, hamma biladi rasvo chizishingni. Siqilma, muhimi qurolni berishdi. Yaxshi qurol bo'lsa bo'ldi. Yaxshigina ko'p jon oladiganga o'xshayapti. Bir zarbada hal qildi, lekin birov xil super qobiliyati bormikin? Masalan, balki yer ham kovlar, yo'q kovlamaydi. Nahotki yagona qobiliyati zarba berish bo'lsa nima? Menimcha bu qurol juda ham katta masofada urar ekan. Shuni qobiliyat deyapsanmi? Buna qobiliyat. Shunaqasini ham qila oladi degan salqon so'ylib ketardim. Bu qilichsimon dova bilan hammani g'archillatamiz endi. G'irch qiladi hammasini. Endermarvartlar uchun esa savdolashamiz, sababi bizda oltin ko'p, to'g'rimi? Nafiga. Bastiondan cho'chqalar topish muammo bo'lmaydi. Maushla.
Seni yana yaxshilikchi berkitib ham qo'yish kerak, qo'shmasliging uchun tayyor. Mana yana 5-6 tasini olib kelyapman, ushlab bularni. Mana sizlarga oltin, hammang bu yerga sakra. Bo'ldi, endi umid qilamizki bizga endi marvaridlar berishadi. 23 ta marvarid bunchasi bizga aniq yetadi. Rahmat sizlarga. Meni kimdir uryaptimi? Senga nima bor meni urib afsuslanasan. Oddiy olamga qaytib endi olib boradigan portalni topsak kifoya. Qayerdasan qishloqqa kelsaychi? Mana men ketdik. Qara bo'l, yo'q. Bilib Ezding. Aytgancha bizda mana bunday kompas bor-ku, balki shu orqali topish mumkindir. Xullas, men buni rosa tutdim, lekin foydasi bo'lmadi. Ko'rsatmayapti umuman. Arti, sen bu yerda eslayapsanmi? Video boshida shu yerda tutib tashlaymiz degandik. Ha, esimda. Hozir qo'limizdan kelishi mumkin, faqat bir narsa bizga yetishmayapti. Bu esa oltin olmalar. Yo'q. Qanaqa oltin? Zumrad olmalar. Menimcha zumrad olma chizish muammo bo'lmaydi. Qani mana bundaysiga olmani chizamiz, endi esa ichini to'ldiramiz. Mana bunday sal to'qroq rang kerak endi. Vop, bo'ladi. Endi esa oxirida barcha oltindan ajoyib va iloji bo'lsa 128 ta tayyor. Endi esa eng muhim qismi zumradli olmalarni bizga berishdimi? Ha, berishibdi, men ko'rdim. Buzding hammasini. O, mana zumradli olmalar. Endi esa bu zumradli olmalarning kuchiga baho berish kerak. Qani bizni o'lmas qilarmikin? Wow, birgala effekt berdi. Ha, juda ham qudratli. Endi bizda hech kim o'ldira olmaydi aniq. Bo'ldi, ko'p gap miyaga yo'q, olg'a. Agar bu olmani yemaganimda hozir o'lardim. Voh, maqima, hammasi yaxshi bo'ladi. Meni qanotim ostidasang. Birinchi raqiblarni ko'ryapman. Men esa ko'rmayapman. Tushundingmi bu hazil edi? Tipa sen ko'rding, men yo'q qildim, ular yo'mab qoldi, shunga men o'ldirdim, tushundingku, Ha, tushundim. Sen undan ko'ra mana bu qalqonga baho ber. Ikki. Buni hali davomi bor. Ketdi. Pastga tushganimiz sari qiyinlashib boradi, to'g'rimi? Nega bo'lmasam birdaniga eng pastiga tushmasligimiz kerak. Qizig'i qolmaydi, oldin shu yerda tutamiz. Ha, bu yerda ular rostdan ham kuchli, faqat bizning oldimizda ular hech narsa emas. Wow, yana bitta kitob. Bunisi nima qila olarkin? Senatrofini qandaydir aura paydo bo'ldi. Yaqinlashma, bu mening sehrli kuchimdir. Endi mening aura million plus bo'lib kelganlarni yutaraman. Senga zo'r kitob tushibdi-ku. Vocha! Ikkinchi kitobmi? Yaxshi, menga endi qanaqa kitob tushibdi ekan tekshirib ko'rish kerak. Wow, portlatarkan ajoyib. Oho, rosa ham kuchayib ketishdi-ku bu aslahalarni qarasin. Nima, pastda nezirmi? Menimcha Nezir uning qiyinlik darajasini bildirsa kerak. Rosa ham qiyin bo'ladi. Qiyinmish, o'rgachamga yo'yapman-ku bularni. Bizdagi super narsalar bilan albatta hammasi oson bo'ladi-da. Bu sandiqlarni ochayotganimga yagona sabab yana bir xil kitobcha topib olish. Juda ham qiziqarli narsalar ekan-a? Video boshlagan bu odam bizni topganga o'xshaydi. O'ldik. Yo'q, o'lmadik. Bu oxirgi qavat bo'lsa kerak. Bu sandiq esa eng asosiysi va unda hech narsa yo'q. Endi esa endi olib boruvchi ko'zlarni yasaymiz. Endi esa ko'zlarni uloqtiramiz. Qani, qayerga ketdi voylanadi? Ikkita otib yubordim. Hamma mayli, bizda ko'p hech narsa qilmaydi sinsa ham. Simadi ham. Buni qara, bu Belgiya kovla. Xasida bor. Hech qanaqa Belgiya emas, bu nima qilyapsan? Mayli kovlaymiz. Qani xasida? Qani xasidam? Lava bor ekan faqat. Fu, qochdik. Jetpackning maksimal tezligini sinab ko'ramiz. Ha, bu juda ham tez. Hattoki Minecraft ham ulgurmay qoladiganga o'xshayapti. Hozircha ulguryapti. Ha, yo'q, ulgurmayapti. Yorug'lik tezligiga ko'tarilamiz. Shunchaki uchsak ham bo'lardi-ku. Nimaga yuryapmiz? Yo'q, yurish kerak. Shunisi epitskiy menga ishon. Ha, sen epitskiyni deb o'lib ketamiz. Sekinlikni qara, nega men sendan sekin yuryapman o'zi? Xo'sh, yaxshi hisobga oling. Qani, xo'sh. Mana shu yerga kelib yana bir marta o'tasan, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'rtasida qani? Vop, men bilaman-da, yertaga kirdi. Bosdik. Biram bilag'on saniga ko'zlarni keragi ham yo'q edi, o'zing topib kelarding. Aytma, qancha vaqt tejarding? Endi bu yerda ozgina tutsak, aniq chiqib qoladi. Boshladik. 1 hour later. Menimcha bu yerda portal bo'lmasa kerak. Va nihoyat portal seni juda ham ko'p qidirdik va nihoyat topdik. Sizlar esa bemalol lavada cho'zilishinglar mumkin, chunki meni juda ham asabimga tegib yubordinglar. Qani, hozir lava ustinglar o'tishadi, maza qilib issiqqina o'ylanatilar. Ko'rishga ulgurmadim. Ming afsus, mayli yana bir bor. Xo'sh, bu safar ko'rishga ulguraman, to'g'rimi? Hech kim menga yana ko'rmadim. Nima qilyapsan qishloqqa? Portalni va nihoyat ishga tushiramiz. Ajdarni parchalashga sakraymiz. To'xta, ajdarning oldiga shoshilma. O'tgan safar esingda bo'lsa biz ajdarni rasm chizib o'ldirgan edik. Ha, to'g'ri, yana shuna qilamiz. Yo'q, bu safar undan ham zo'r qilamiz.
Nima qilmoqchisan unda? Qishloqqa Minecraft'da yutish uchun ajdarni o'ldirish emas, portalga sakrash kerak. Men esa portalni chizmoqchiman. Seningcha bu o'xshaydimi? Hozir tekshirib ko'ramiz-da shuni. Portal Minecraft umid qilamanki tushunadi. Men bu narsani har doim ham aytmayman, lekin mayli, aytganim bo'lsin. Sen dahosan. Bugun hattoki ajdar uchun ham yaxshi yakun bo'lyapti. Mana Enderman vartni ushla. 1, 2, 3, otdik. Mana shunday qilib chizgan narsam paydo bo'ladi. Minecraft'ni yutdik. Bu video men uchun juda ham yoqdi. Agar sizga ham shunday bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lib, bu videoga like bosing. Xayr, sog' bo'ling.